baba bolaga kitob bering. Avliyo so'zlarim yurakka sayrlarim, lisonu tayrlarim bolaga kitob bering. Sahna ko'rinish ko'ramiz, to'g'rimi? Qarab turamiz, to'g'rimi? Opa bir ko'rasiz yoqarmikan? Boshlab ko'raveramiz endi. Ey, hozir men bolajonlarimni chaqiraychi. Ular qayerda ekan? Hey, bolajonlarim, shirintoylarim, qayerdasizlar? Oyjon, biz bu yerdamiz, Oyjon. Voy, keldilaringmi? Mana bugun bu yerda Marhamat tuman axborot kutubxona markazida kitobxonlik bayrami boshlandi. Voy, buncha shirin bolajonlar kelibdi. Voy, buncha shirin o'quvchilar. Ko'rdinglarmi bolajonlarim? Qanaqa bu yerga zukko, bilimdon, kitob haqida juda ham ko'p she'rlar biladigan aqlli bolalar kelishibdi. He, Oyjon, bular biz bilan o'rtoq bo'lisharmikin? Voy, albatta bolajonim. She'rlar, qo'shiqlar, raqslar bilisharmikin bu bolajonlar? Albatta, bular juda ham bilimli bolalar dedim-ku. Hozir hammamiz birgalikda mana shu jajjilar bilan kitobxonlik bayramini tomosha qilamiz. Xo'pmi bolajonlarim? Ha, ular kitob o'qishni ham yaxshi ko'rishadimi? Ha, albatta. Bu bolalar kitobni juda ham sevadigan, topishmoqqa topqir, she'rga uddaburon bolalar. Voy, nimcha yaxshi, Biz nimcha bilan yaxshi. o'rtoq dugona bo'lishadi, albatta, Oyjon. Albatta. Qani kitobxonlik bayramiga ketdik. Xush kelibsizlar. Bolaga kitob bering. Avliyo nurlarim yurakka sayrlarim, lisonu tayrlarim bolaga kitob bering. Xazina-i jahon kichik Abu Rayhonu sizga qarab hayron bolaga kitob bering. Qing'ir yo'lga kirmasdan, peshonaga urmasdan, kimdir xanjar bermasdan